Assalomu alaykum akalar, ukalar. Qurbon hayit yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa qurbonlik qilaman degan yaxshi niyatda akalarimiz bo'lsa, shu 10-11 bosh buqalarimiz sotiladi. Semirgan, xudo xolasa tan jonlari sog'. Yoqqanini tanlab kilo kelsa kiloga, turishiga desa turishiga kelishtirib qilib beramiz. Xudo xolasa mollar yaxshi yemda turgan, quruq yemda turgan mollar. O'zimiz baqqan mollar, xudo xolasa. Mollar yaxshi. Yoqqanini chiroyli narxlarda, xudo xolasa ehson qilib qurbonlik qilaman degan akalarimizga chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beramiz, xudo xolasa.